Menga o'xshab shokoladxo'rlar bu retseptni tezda saqlab oling. Juda ham mazali va sochni chiqadigan Snickers pirojnisini bir list qilib tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib biskvitlarni tayyorlab olamiz. Tuxumni oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olib, alohida idishda qatiq bilan chayni sodani aralashtirib qo'shamiz. Eritilgan sariyog' solib, quruq massalarni solib elektron o'tkazib, yaxshilab aralashtiramiz. Massani teng 3 qismga bo'lib, pergament solingan listimizda 7 daqiqadan 170 gradusda pishirib olamiz. Biskvitlarimiz soviguncha 2 xil krem tayyorlaymiz. Birinchisiga oppoq qaymoqqa quyultirilgan sut solib, quyuq massa bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Ikkinchi krem uchun xona haroratida erib turgan sariyog'ga varyoniy molokoni solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Pirojnimizni ketma-ketlikda terib olamiz. Birinchi biskvit ustidan damlangan kofe bilan propitka qilib olamiz. Krem va biskvitlarimizni shu ko'rinishda propitka bilan ketma-ketlikda terib chiqamiz. Pirojnimizni yarim soatga muzlatgichga jo'natib, ustiga glazur tayyorlaymiz. Quruq idishimizga qaymoq va shokoladni solib, past olovda eritib olamiz. Xohishga ko'ra maydalangan yong'oq solib, muzlagan pirojnimiz ustidan quyib chiqamiz. Juda ham mazali va sochni chiqadigan kofe hidlari kelib turgan Snickers pirojnimiz tayyor. Bir list chiqadigan pirojnimizni albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.